Amerika Georgia Town Universitetining tarix fanlari professori, ataqliq Uyg'urshunos James Milwardning Şinjan'daki musulmonlarni qayta tarbiyalash nomli kitobi nashr qilingan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur kitob 7 fevraldan boshlab rasmiy tarqatildi ekan. Agar bu asar 7 fevral bozorga selinsa, o Sharq Turkiston lagerlar haqida yozilgan tunji kitob bo'lib qoladi. Professor Merward New York Kitoblar Observer nomli tor jurnalda e'lon qilingan maqolasida mazkur kitobning mazmunini tonishtirgan. Mazkur asarda lagerlarning ko'lami, lagerdagi tutqunlarning soni, uning funksiyasi qatorliq tafsilotlar paketlar bilan yoritib berilgan. Xitoylarning bu lagerlarni qanday pardozlayotganligi, Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan xiristlarning mohiyati, Xitoyning siyosatining Uyg'urni keng ko'lamli tutqun qilib, bu lagerlarga qamashdak bu yo'nalishga qarab taraqqiy qilishning siyosiy, tarixiy va xalqaro orqa ko'rinishi analiz qilingan. O Xitoy kommunistlarining Uyg'ur siyosatining hozirgi ahvoliga kelib qolishida nuqtaliq ikki omilning muhim rol o'ynaganligini ilgari surgan. Uning qarashicha, birinchidan Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur va boshqa musulmonlar uchun islomning nimadan derak berdiganligini xato tushunib olgan. Ikkinchidan, o burunqi siyosatidan voz kechib, Xanzolarni markaziy o'ringa qo'ydigan etnik assimilyatsiya yo'lini tanlagan. Avtor yana Xitoy kommunistlarining 1949-yildan keyin o'zining islom jamiyati orqali an'anaviy Uyg'ur tasavvuf islomiga buzg'unchilik qilib, Saudiya Arabistonining vahobiy islomiga yaqin diniy aqidani qo'llanganligi, uning Uyg'ur madaniyatini bostirishi, Uyg'urlarni kamsitishi, bu diniy aqidaning Saudiyadagi islomiy iqimiga texmi yiqilishga yo'l ochganligini ilgari surgan. Avtorning qayd qilishicha, Xitoy hukumati bir tarafdan Uyg'urlarning salafiylik ideyasiga bo'lgan qiziqishni kuchaysa, yana bir tarafdan salafiy ideyasiga qarshi bo'lgan yerlik diniy an'analarga buzg'unchilik qilgan. Amerikaning muavin prezidenti Mike Pence 16 yanvar kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligida ochilgan chet elda turishliq bosh elchilar yig'inida so'z qilib, Amerika tashqi siyosatida bundan keyin vujudga kelish oldida turayotgan bir qism ahvollarni tonishtirdi. Mike Pence alayda ta'kidlagan nuqta diniy e'tiqod erkinligi bo'ldi. O Amerikaning so'z va matbuot erkinligi har qachon muhim o'ringa qo'ydiganligini so'zlab kelib, navbatda o'zlarining to'limi afsuslik ichida diniy huquqlarning payham bo'lishi va diniy e'tiqodga ega jamoatning ziyonkashlikka uchrashiga shohid bo'lganligini aytib, buningga misol qatorida Tibetlar va Uyg'urlarning Xitoy kommunistlarining bostirishiga uchrayotganligini tilga oldi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 17 yanvar kuni Mike Pencening so'zlariga qattiq norozi bo'lganligini bildirgan. O muxbirlarni kutib olish yig'inida bu haqda so'z qilib, Amerikaning bu masala haqida Xitoy hukumatiga undaq deydigan salohiyati yo'q degan. Ba'zi analizchilar bu holga qarab ikki taraf munosabatidagi surkilishning damalliqi hal bo'lishidan umid yo'q deyishmoqda. Yaponiya Birlashma Agentligining xabarida 20 yanvar Xitoyning 10 nafar praktikant o'quvchisi Yaponiyaning Aichi aerodrom stansiyasi tarafidan Yaponiyaga kirish cheklanib, Xitoyga qaytarilgan. Xitoydan Yaponiyaga praktikant kelgan o'quvchilar izdereksiz yo'qolib ketganligi sababdan Yaponiya Chingan nahyisining o'quvchi qabul qilish o'rni Xitoy praktikant o'quvchilar bilan bo'lgan to'xtamni 2018-yil noyabrda to'xtatgan bo'lsa-mu, Xitoy taraf o'z oldiga Yaponiyaga hech qanday tushuntirish bermay yo'lga solgan o'quvchilar ekan. Amerika ovoz to'rining xabar qilishicha, 2019-yili 18 yanvar Meksikada neft turbasi zo'r ko'lamli portlab, bugungacha 85 kishi o'lib, 74 kishi yaralangan. Bu voqeaning kelib chiqish sababi bo'lsa, neft o'g'irlari neft turbalarini qalaymaqan bo'shtib, neft o'g'irlash jarayonida xato mashg'ulot qilganligi sababidan portlash yuz bergan. Shuning bilan bir vaqtda Meksika prezidenti hukumat o'rinlarini butun kuchi bilan voqea yuz bergan rayonga yordam berishga chaqiriq qilgan. Meksikada har yili neft o'g'irlanganlik sababidan davlatga taxminan $300 million ziyon soladi ekan.